öyleniş, toy qilishni osonlashtirish, o'ng'aylashtirishning zarurligi haqida qisqa bir ikki og'iz gap bilan boshlaymiz. Endi bu o'ng'aylashtirishda har bir qancha jihatdan ayda o'ng'aylashtirishga to'g'ri keladi hamda. Bu to'y qilish haqiqiy cho'ng bir muqaddas bog' bu. Bu to'y qilish degan shunda Alloh taolaning bir mo'jizasiki, Alloh taolo tunmagan kishilarni bir yerga akilish orqali ularni ota-onasidanmi, qarindoshlaridanmi yaqin qilyotadi-da. Başqalarga aytmagan sirlarini o'ziga aytishadigan shunda qilyotadi. Nikoh ayda cho'ng bir mo'jiza. Mushu ulug' nikoh orqali insonlar baxt saodatlik bo'ladi, insonlar o'zining naslini qoldirib, o'zining nom nishonini davomlashtiradi. Nikohlanishda, o'ylanishda nurg'un bir qiyinchiliklarni bo'lib, mushu chet ellarda, muhojatda, diasporada bizningki qarindoshlar nurg'un qiyinchiliklarni tortyotdi. Biri o'ziga loyiq bir keladigan, loyiqni topolmaslik. Biri iqtisod yetkazolmaslik, biri shartlarning jiq qo'yilishi. Endi buni ota-onalarning mo elqi shartlarni jiq qo'yib olmasligi, qiz yigitlarning bisi-bisidan talabni ko'p qilmasligi to'yni nihoyat jiq yengillashtirdi. Endi butun shu muhojiratdagi qarindoshlarningki farzandlarimizga mayli ota-onasi mishada bo'lsin yoki ota-onasi vatanda bo'lsin, shu qarindoshlarimizga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qilish bularniki burchi var, vazifasi var. Bu dini ve milli mecburiyet endi bu. Endi maddi jihatdan pul meli abdan ba, iqtisodi ba kişiler maddi jihatdan yardım qilsa bo'ldi. Agar maddi jihatdan yardım qilolmaydigan kishilar bo'lsa-mu, hech bo'lmasa yaxshi bir oilaga to'nishtirish yoki tavsiya qilish yoki u shu to'y ishlariga ega bo'lib, aniq bir ma'naviy ota-onasi bo'lib yoki tuqqani bo'lib, ashulga yardım qilish. Endi buningda to'y chiqimini nayt bek yenik qilishga to'g'ri keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollarningki eng mehri yenik bo'g'ini, eng barakatli ayol deganda, mehri yenik bo'g'ini, mehri haqqi yenik oz bo'g'ini barakatli ayol degan hamda. Shunga bu shuni har tarafdan yeniklatishga to'g'ri keldi. Ammo talabni ota-onalarmi men nayt bek katta to'y qilsam bo'ldi, mashhur hashamatli to'y qilsam bo'ldi demay, mushu ahvol qarab, qarshi tarafning ahvoli qarab ish qilsam, bu qiz yigitmi birisi-birisidan talab qilgan narsani anda jiq talabni qilmasa, masalan o'g'illardan talab qilinadigan narsa Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgandek diyonatlik, axloqlik bo'lsa, shu ikkisi yetadi. Endi hozirgi zamonda diyonatlik, axloqlik ve işcan bo'lsa, bir ishi bo'lsa, mayli uning uyi bo'lmasimi, mashinasi bo'lmasimi, yoki jiq puli bo'lmasimi, ashuning o'zi yetadi. Uningdan keyin o'g'illarningki bir diplom olgan yoki qori Qur'on bo'lishmi shart emas. Agar bo'lsa texi yaxshi, bo'lmasa biz uni asos qilib olmay, dinini, diyonatini, ishchanligini, tirishchanligini asos qilsak, mushu yetadi ekan hamda. Qizlarni talab qildig'ini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan ayollarni 4 narsa bilan tanlaydi kishilar. Biri jamoli, biri uningki meli, biri uningki nasabi yoki mansibi hamda. To'rtinchisi dini. Sen diyonatlikni tanlag'in deydi. Shunda qilsang pay topsan deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tavsiyasi. Ayollar nima uchun diyonatlik bo'lish degan bir dona shartni dedi. Chunki bu ayol haqiqiy diyonatlik bo'lsa, bu savirjon, qanoatlik, itoatlik bo'ldi. Ayol birinchi Allohga itoat qilsa, uning o'zining eriga itoat qilsa, savirjon bo'lsa, qanoatlik bo'lsa, oilani jannatga aylantiradi. Biz mushundoq bir oila tarbiyasini yaxshi bo'lgan, eriga issiq bir tamoq etib, erining ko'nglini xush qila oladigan, bolalarni haqiqiy yaxshi tarbiyalaydigan, munavvar bir ana, mukammal bir jur bo'la oladigan bir qizlarni, shunda qizlarni izdishi kerakki, uningki diplom olgan yoki professor, doktor bo'lgan bunda bo'lishi shart emas, qori Qur'on bo'lishi shart emas uningcha. Texi bo'lsa yaxshi, bo'lmasa, shu dindorlik, haqiqiy dindorlik bo'lsa yetadi.